Qani endi onalar ko'rsa edi, qani endi siz ko'rsangiz edi, qizlaringiz va o'g'illaringiz qishda qanday yashaydi? Odamlar qayerga boradi, o'g'il bolalar qayerga boradi? Va biz uchun bu chuqurdan turish oson emas, biz baland ovozda "Oh, onajon, onajon" deb baqirganimizda, va onamning lablarida Umar Xayyomning so'zlari bor. Onam kurrang va qari bo'lib qoldi, ba'zan o'tirsam yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Oh, onajon, onajon, tizzamdan turaman. Oh, onajon, onajon, men o'g'il bo'laman. Oh, onajon, onajon, men so'zlarni ishlatishni to'xtataman.